1000 yillik tarixga ega hayot daraxti deb nom olgan bu o'simlik evkalipt o'simligi. Dunyoda eng uzun daraxtlardan biri hisoblanadi. Uning bo'yi 100 metr. Uning vatani Avstraliya. Evkalipt tarkibi mikro va makro elementlarga juda boy. Tarkibida magniy, kaliy, kremniy, temir moddalari bor. Evkalipt antiseptik xususiyatga ega. Organizmdagi turli virus va infeksiyalarni bartaraf etadi. Qattiq shamollash, bronxit, yo'tal, astma, pnevmoniya kabi kasalliklarda organizmni tiklashga katta yordam beradi. Nafas yo'llarini ochadi, balg'amni yaxshi ko'chiradi. Isitmani tushiradi, immunitet tizimini oshiradi, hatto tuberkulyoz kasalligida davo. Laringit, angina, stomatit, gingivit kabi kasalliklarni davolaydi. Radikulit kasalligida, ya'ni osteoxondroz, umurtqa pog'onasidagi yig'ilib qolgan tuzlarni eritishga katta yordam beradi. Evkalipt antiseptik xususiyatiga ega bo'lganligi sababli har qanday grippok kasalligini davolaydi. Ayollardagi sistit, molochniца, eroziya kabi kasalliklarni, erkaklardagi shamollash, prostatit kabi kasalliklarni davolashga yordam beradi. Yurak faoliyatini yaxshilaydi, oshqozon-ichak trakti tizimini yaxshi ishlashiga yordam beradi. Evkaliptning tarkibi efir yog'larga juda ham boy. Shu sababli insonni depressiya, stressdan chiqib ketishiga, asab tizimini yaxshilashiga yordam beradi.